so'ramoqchisiz-a? Yo'q. 99 marta takrorlayman. 103 kun o'tsa ham, 65 marta yalinsangiz ham, 45 marta iltimos qilsangiz ham bermayman. Yo'q, menga nomersiz kerak emas. Sovchi jo'nataman deb ovora bo'lmang. Meni Yunusobod 5-kvartalga umuman aloqam yo'q. Uyingizga borish niyatim yo'q. 75-dom bizanikiligini bilganingiz bilan borib o'tirmang. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsiz meni. Instagramim ham yo'q. Yo'q, siz bizning do'kondan kola oldingiz-ku. Ha, siz bo'lsa Fanta olgan edingiz. O'sha kolaning butilkasini tashlab ketdingiz. Ha, endi mana shunaqa aqlli qizmanda qo'yib ketish kerakligini bilaman. Tashlab ketganingiz uchun sizga pul berishim kerak edi mana. Do'konimizga yana kelib turing, men Fanta ichaman, siz kola ichasiz. Pulingizni bir qismini qaytarib beramiz. Zo'r-ku. Bu juda ham ajoyib, foydali va mazali. Kelib turing.